Agar siz haqiqiy futbol muxlisi bo'lsangiz, bu filmni albatta tomosha qilishingiz kerak. Mercato futbolning eng iflos tomoni. Biz Real Madridga 400 million yevro taklif qilishga tayyormiz. Real Madriddan o'tish butun dunyoga Manchester City sayyoradagi eng ajoyib klub ekaniga ishora bo'ladi. Biz Saudiya Arabistonini dunyoning bosh futbol mamlakati qilmoqchimiz va bu jiddiy. Maqsad dunyoning eng zo'r jamoasini yig'ish. Bu film gollar yoki maydondagi holat haqida emas. Bu film pul, bosim, vijdon va parda ortida ishlovchi agentlar va transfer masalalari haqida. Bosh qahramon roli bizga Asterix va Obelix filmidan juda ham yaxshi tanish bo'lgan Jamel Debbouze, futbol agenti. U yulduz emas, u kameraga tushmaydi, lekin aynan u futbolchilarning taqdirini hal qiladi. Jamelning roli alohida mavzu. U agent obrazini shunchaki o'ynamaydi. U ichidan yemirilayotgan odamni ko'rsatadi. Tashqaridan sovuqqon, ichida esa doimiy qo'rquv. Filmda siz aynan mana shu ajoyib lahzalar og'ushida qolasiz. Yosh futbolchi va katta risk, klub rahbarlarining ikkiyuzlamachiligi, agentlar orasidagi yashirin urush, bitta shartnoma imzolanishi va qanday qilib klubni o'zgartirib yuborishi. Film oxirida esa aynan sizda mana shunday hissiyotlar bo'ladi. Qanday qilib bu transfer amalga oshdi? Xullas mana shu